Ramazon oyida shaytonlar zanjirband qilinar ekanda. Siz nima qilyapsiz keyin ko'chada? Tushunmadim. Ha? Tushunmadim. Assalomu alaykum. Keling. Assalomu alaykum. Taksimi? Ha, zaman. Semashkadagi Ramazonning. Semashkadagi remont uning. Bo'ldi. Aka, o'zi andijonliksiniz? Ha, andijonliman. Qanchadan beri mashinangiz? 5-6 yil bo'lib qoldi shekilli. Menga o'rgatsangiz ham bo'larkanda, men yangi yildan. Sal qiyinroq bo'lyapti. Bo'ldi, o'rgataman, gap yo'q. Avval mashina olish qiyin edi. Hozir prava. Prava olish qiyin edi, almashib qoldim. Aka, kechqurunda vaqtingiz bormi? Ha, bor. Mashina o'rgatsangiz bo'larkan, agar yana ham qarshilik qilmasa. Ha, bo'ldi. Mashina minishdimi? Ha, bo'ldi. Ishdan kelgan bo'shaganingizda. Ha, bo'ldi. Ish paytida deng, chunki ishimda meni bu. Farqi yo'qmi? Bo'ldi. Ohu kabi kezganda ham go'zallar, oshu ko'zim suzganda ham go'zallar, o'z yo'liga solganda ham go'zallar, uydagi yor farishtani yig'latma, yolg'on yorga berma aql hayoling, sarob jilvasiga solma kavoling, Alloh ravo ko'rgan juftu haloling, uydagi yor farishtani yig'latma. Sababdan qo'shib qo'ysa yoqadimi sizga? Yaxshi ko'raman, yoqmadimi sizga?